ayollarimiz yuzlari tiniq bo'lishi mumkin, ajinlari bo'lmasligi mumkin, lekin qo'pol qilib aytganda bo'yin sotib qo'yadi yoshimizni. Ya'ni bo'yindagi chiziqlar ko'p ayollar ahamiyat bermaydi, lekin yoshimizga yosh qo'shadigan, yoshimizni katta ko'rsatadigan narsa bo'yindagi chiziqlar. O'shaning uchun 30 yoshdan keyin ayollarimizga maslahat beraman, bo'yinlariga ham muolaja olishlikni. Chunki 30 yoshdan keyin kollagen ishlashi sekinlashganligi uchun o'sha bo'yin terimiz noziklashib ketadi, elastik yo'q qoladi va ajinlar tusha boshlaydi. Shuning uchun prям 10-15 yilga haqiqiy yosharmoqchi bo'lsalar, faqat yuz emas, bo'yinga ham muolaja qilish kerak. 30 yoshdan keyin boshlash kerak. Chuqurlashib ketsa, уже biroz vaqt oladi. 3-4 ta muolaja olishga to'g'ri keladi. Agar 30 yoshdan boshlasalar, bitta muolajani o'zida bo'yindagi chiziqlar yoyilib ketadi. Bularga muolaja qilganmiz. Bularda birinchi muolajani o'zida pastdagi chiziqlari yoyilgan. Ularga juda ham yoqqanligi uchun ikkinchi muolajaga keldi. Tepadagi chiziqlar biroz chuqurroq bo'lganligi uchun hozir bularga ikkinchi muolaja qilamiz. Inshaalloh bundan keyin bo'ynlari chiziqlari tekislanadi. Bu natija 1 yil, 1,5 yilgacha yetadi, chunki bu o'tga biz polikaprolakton qilamiz, ya'ni kollagen biostimulyator o'zingizni kollageningizni hosil qiladi va bo'yningizni yoshartirib beradi. Qarish o'rniga 1 yil, 1,5 yil davomida bo'yningiz yosharadi. Taranglashadi.